Bugun sizlar bilan shunaqangi issiq kunlarda zo'r ketadigan muzdekina ko'ksi tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ko'ksi lapshasi, ya'ni machonkamizni muzdek suvga tuz solib 15-20 daqiqaga olib qo'yamiz. Go'shtni lahm va yumshoq joyini olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib, soya va tuz bilan 15-20 daqiqa past olovda qovuramiz va 1 piyola suv quyib ustini yopib qo'yamiz. Go'shtimiz tayyor bo'lguncha bodringni xuddi shu shaklda kesib, tuz va shakar berib, ustiga ko'katlar solib aralashtirib qo'yamiz. Karamni ham mayda qilib to'g'rab, tuz, shakar, ko'katlar va ta'bga ko'ra ozgina uksus solib aralashtirib olib qo'yamiz. Pomidorlarni ham xuddi shu salonka shaklda kesib to'g'rab chiqamiz. 3 dona tuxumni chaqib, tuz solib aralashtirib, bilinch ko'rinishda pishirib olamiz va uni ham maydalab to'g'raymiz. Ko'ksining eng asosiy qismi murisi hisoblanadi. Bunga ketadigan barcha mahsulotlarning nomi va grammlarini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Shunaqangi qiziqarli video retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifaga obuna bo'lib qo'yishni va eng asosiysi like va kommentariy bilan bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Bismillah.